Anas roziyallohu anhu aytdilar. Biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurida o'tirdik. Rasulullohning muborak huzurida o'tirdilar. Rasulullohning yuziga qaramagan o'zi iymonni ziyoda qilardi. Rasulullohning og'zidan chiqqan suhbat iymonni ziyoda qilardi. Go'yoki sahobalar narigi dunyoda jannatda yurgandek hamma narsani mukammal menga ming, yuzga yuz emas, menga ming iymon bilan qabul qilishadi. Chunki Rasululloh huzurida bu payg'ambar alayhissalatu vassalom. Bir rahmat yolg'on gapirgan emas. Sadoqul, masduqul. Rasululloh aytdilarki, hozir sizlar oldinglarga jannatiy odam kirib keladi. Ey Alloh akbar. Buni Alloh xabarini berganligi uchun hozir jannatiy odam kirib keladi. Kavshini cho'ntagiga qo'ltiga tiqqan tahoratdan suvlariga oqib kelgan bir sahoba keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ya Rasululloh deb uchiga ko'tardi. Sahobalar havas kelishdi odam. Ertasi kuni yana sahobalar o'tirib Rasululloh yana aytdi. Hozir sizlarga jannatga odam kelib keladi. Hamma qarab turishdi. O'ylashdiki, yana bitta odam, yana bitta bir baxtli odamga yana bittasiga sazovor bo'lsa, xuddi o'sha odam yana kelib keldi. Xuddi shunday tahoratlarni qilib, kavshini qo'ltirlab kelib keldi. Uchinchi kuni ham xuddi asham kelib keldi. Hozir sizlarga jannatiy odam kelib keladi. Ya Rasululloh, buni nima amali bor? Bizga aytmang, Rasululloh aytmadi. Indamadilar, sahobalar so'rashmadi. Amr ibn al-As'ning o'g'li Abdulloh. Endi shu odam ko'raylik. Nima amali bor ekan? Rasulullohning 3 marta guvohligiga 3 oyda ham shu odam kelsa, 3 marta guvohlik bersa payg'ambar bu ne kadar baxtli odam. Jamoat turib ketib orqasidan assalomu alaykum. Xuftondan keyin assalomu alaykum. Aka, men otam bilan sarpar gap talashib qoldim. Uyga borib qo'yapman, hijolat bo'lyapman. Bugun men sizga yotib tursam maylimi? Bugun men mehmon qilasizmi? Maylimi? Mayli, yuring. Uyga oldi. Uyda xotin bola chaqali odam. O'ta alohida kelasiz suhbatda eshigini tayinlamadan yotishgandi, hurmat tagida. Yotishdi. Bu odam nima uchun bordi? Kuzatgani bor, o'rgangani bor. Nima amali bor ekan bu? Küfam namoz o'qimadi, tahajjudlarni men qilmadi. Dedi birisi, yo'q, kech payt uyg'onib bo'lgan vaqtda Allohu akbar, la ilaha illalloh zikrlar qilib qo'yadi, uzoq davom etadi. Hatto bog'ot mozon aytib turib masjidga kirishdi. Deyarli ko'rmadi. Ha, ashkuni qilmay qoldim deb turib, yana yotib turay. Ertasi kuni ham bordi. Endi kuni ham bordi. 3 kun yotgandan keyin ertasi kuni namoz o'qigandan keyin yo'lga kelib, aka, men sizga to'g'ri aytayin. Vallahi billahi men otam bilan urushmadim. Faqat Rasululloh sizga 3 marta guvohlik, hali odam yig'laman deysizmi? Xursandlikdan, Alloh bergan bu ne'matdan, bu guvohlikdan kim guvohlik beryapti? Senga xotiningdan guvohlik bera olmaydi hozir shu kunda. Jannatda deb guvoh. Jannatman mayrasi desangiz, inshaalloh borasiz deydi. Chunki amaliy hazilga loyiq bo'lmayapti. Qo'shning guvohlik bera olmaydi. Mahallang guvohlik bera olmaydi. O'rtog'ing guvohlik bera olmaydi senga. Rasulullohning guvohligini oldi. Biz soqoli oq tushdi, qari bo'ldi. Go'zal muomala bilan, chiroyli jannatiy ishlar qilib, xulqing bilan borasan jannatga. Boshqa yo'l bilan emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni aytib qo'ysa bo'lardi, lekin aytmadi. Musulmonlar o'rganishni xohladi. Hali odam o'rgandi. Aytdi, men shu borib shu dedi. Allohda aka, indamay ketaverdi. To'xtang. Bir minut. Bitta yaxshi ishim bor deb o'ylayman. Men siz ko'rganda ko'p ibodatda emasman. Ko'p sadaqa, pul beruvchi boy emasman. Lekin men mo'minlarga hasad, mo'minlarga gina, biroq bilan gap talashish, bunaqa narsalarni qalbimda olib yurmayman. Amr rostda o'g'li aytyapti, vallahi masjid deyapti. Masjid seni shu nuqtaga chiqqan. Nima
Mo'minlar bir-birini yomonlamaslik kerak. Mo'min odamda qalbi pokiza bo'lishi kerak. Qiyomat kuni kim jannatga birinchi kiradi desa, yuki ozroq kiradi, kuchdek yengil bo'lgani kiradi. Hozirgi kunda o'laga, hozirgi kunda ko'pchilik mana shu tushunchani bu birodarim menga muomala qilishim meni jannatga olib qo'yadi degan tushunchani tushunmayapti. Shu birodarim bilan muomalamni uzib olishligim, salom bersa alik olmasligim, bu birodar sizga qablayim bitta seni. Meni iymonimni xatarga qo'yadi. Allohning mag'firatidan to'sib qo'yadi. Mana unga iymonni loyiq deb bilgan Alloh mana unga ham iymonni loyiq deb bilgan bo'lsa, demak ikkalasi bir bo'lishi kerak. Innamal mu'minuna ihva. Mo'minlar aka-ukadir deyapti Alloh. Allohning tarozusida mo'min bir-biriga dushman bo'la olmaydi. Aka-uka. Shu darajada bo'ldiki, hatto mo'minga muomalada yordam berishligi bu Alloh rozi qiladi. Man naffasa mu'min. Kim bir musulmonni bir g'amini ketkizsa, kim bir musulmonni bitta g'amini ketkizsa, Alloh qiyomat kuni g'amlar to'la mahshar maydonida uni g'amlarini ketkazadi. Birga bir emas, birga 100, birga 700. Bitta musulmonni g'amini ketkazmoqchi.